Xabaringiz bor, bundan 1 yil avval davlatimiz rahbarining tegishli qaroriga asosan yer uchastkalari va uy-joylarga egalik masalalari bo'yicha yangi tartib joriy etilgan edi. Unga ko'ra, turli sabablar bilan o'z mulkini rasmiylashtira olmagan fuqarolarga qonuniy egalik huquqi berila boshlandi. Xo'sh, hozirda joylarda bu jarayon qanday ketmoqda? Xatlov ishlari qay tarzda amalga oshirilyapti? Mavzuni muxbirimiz Mirzolim Rustambekov Toshkent viloyatidagi mahalla misolida davom ettiradi. Taxminan 200 dan ortiq xonadonimiz qizil hududi bor. Ya'ni 1 sotik, 2 sotik. Hozirgi kunda o'shalar hammasi o'rganilib, o'sha fuqaroning o'ziga biriktirib berilyapti. Dilafruz opa Umaraliyeva bir necha yillardan buyon O'rta Chirchiq tumani Fayzobod mahallasida istiqomat qilib keladi. Ammo uy hujjatlaridagi kamchiliklar sabab ro'yxatga olishda, ya'ni propiskada muammolari bo'lgan. Nafaqat o'zi, balki kelinlarni ham xonadonda yashovchilar ro'yxatiga qo'sha olmagan. Sababi uyning texnik jihatdan kadastri bo'lsa ham yuridik jihatdan egalik huquqi e'tirof etilmagan edi. Aksiya berilgan paytda harakat qilganmiz. Hokim qarori chiqishi olishimiz uchun egalik huquqini olish uchun to'lov vaqtda to'la olmay qolganimiz uchun qolib ketdi. Yana aksiya boshlanadi, sabr qilinglar, o'zlari yuradi, uy-muy degandan keyin biz sabr qilib kutdik. Mana yetib keldi, mana xatlovlarni qilib ketishdi, Xudoga shukr. Egalik huquqini olib, bemalol hammamiz oila a'zolarimiz bitta xonadonga yig'ib, propiskalarga qo'ydirib, chiroyli yashaymiz endi Xudo xolasa. Davlatimiz rahbarining tegishli qarori bilan o'tgan yili o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonuni qabul qilinib, xatlov ishlari boshlangan edi. 1 yildan buyon mahallalarda belgilangan reja grafik asosida xatlov ishlari davom etmoqda. Ayni damda biz turgan mahalla Fayzobod mahallasi hisoblanadi va ushbu mahallada 540 ga yaqin xonadon va 740 ga yaqin oila istiqomat qiladi. Demak, siz ko'rib turgan ushbu xonadon ayni jarayonlarda xatlov qilinishi kerak edi, ammo xonadon qulfligi va mulk egasi noma'lum bo'lganligi sababli bugun xatlov jarayonlarida qatnasha olmayapti. Nafaqat ushbu xonadon, balki ushbu uyga tutash bo'lgan ikki yon qismidagi uylarda ham xatlov jarayonlari yakuniga yetkazilmaydi. Kadastr.uz sayti orqali xonadonlarda umuman mahallasida xatlov jarayonlari qaysi vaqtda o'tkazilishini kuzatib borsalar va ana shu xatlov vaqti boshlangan paytda xonadonlarda bo'lsa, nafaqat o'zlarining, balki ikki yon tomondagi qo'shnilarining ham muammolarini oson bartaraf etgan bo'lar edi. Bu kabi xatlov jarayonlaridan qolib ketgan uylar masalasi qanday hal qilinadi? Xatlovdan qolib ketgan uy-joylarga biz dalolatnoma tuzib ketamiz. Mahalla raisini xabardor qilib, qachondir kelsa, shu xonadonning egasi joyida bo'lsa, xabardor qilib kelib, ularni ham xatlov qilib hisobga kiritib ketamiz. Hozirda respublikamiz bo'ylab 9452 ta mahalladan 4335 tasining chegarasiga aniqlik kiritilgan va xatlov ishlari boshlangan. Bugungacha qariyb 846 mingga yaqin obyektlar xatlovdan o'tkazilib, qonun doirasida o'rganilishi kerak bo'lgan 254 mingdan ziyod obyektlar vakolatli tashkilotlarga ko'rib chiqish uchun yuborilgan. Qonunga ko'ra 2018-yil 20-apreldan 2019-yil 1-mayga qadar o'tkazilgan bir martalik umumdavlat aksiyasida ishtirok etganlar yoki yer uchastkasining chegarasidan tashqarida unga tutash hududda joylashgan yer maydonini qo'shib olgan yoki fuqarolar yoki tartibdagi tadbirkorlar va rezident bo'lgan yuridik shaxslar tomonidan yer uchastkasiga bo'lgan huquqlarni belgilovchi hujjatlarsiz, shu jumladan bunday hujjatlar yo'qolgan yoki to'liq rasmiylashtirilmagan holda egallab kelinayotgan hamda ortiqcha egallangan yer uchastkasiga nisbatan egalik huquqi 23 ta davlat idorasi tomonidan 2 oy ichida o'rganilib bergan xulosasiga ko'ra e'tirof etiladi. Yer maydonini o'lchash va hujjatlashtirish mutlaqo bepul. Ko'chmas mulkni yuridik hujjatlari so'raladi. Kadastr pasporti, ko'chirma, davlat ro'yxatidan o'tgan, o'tmaganligi aniqlanadi. Undan so'ng ko'chmas mulkda agar kadastr hujjatlari bo'lgan taqdirda ham o'zgarish bor yo'qligi bugungi kundagi real chegaralar asosida o'lchab abri shakllanadi. Har bir xonadonga bepulga borib o'lchashlar amalga oshiriladi. Jurnalistlar va media vakillari uchun tashkil etilgan press tur yakunida matbuot anjumani ham o'tkazilib, kadastr agentligi va kadastrlar palatasi hamda mas'ul tashkilotlar tomonidan 1 yil davomida qilingan ishlar hisoboti tinglandi. Adliya vazirligi vakilining hisobotiga ko'ra, e'tirof etish uchun xulosa beruvchi mas'ul davlat tashkilotlarida xulosani kechiktirish holatlari kuzatilgan. Xulosa beruvchi mas'ul 23 ta tashkilotlarda muddat buzilish holatlari kuzatilyapti deb aytildi va bu ayta olasizmi, aniq qaysi tashkilotlar va ularga nisbatan qanaqa choralar ko'rilganligi bo'yicha? Yo'q emas, bor, belki yashirish hojati yo'q. Lekin bu ancha qisqardi, buni oldini olish chorasi ham keskin ko'rilmoqda. Eng asosiy muddat buzilish holatiga yo'l qo'yayotgan tashkilotlardan bittasi bu tuman shahar hokimliklari.
hamda kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilot. Shuningdek, xatlov jarayonlari o'tkazilib, yerga egalik qilish huquqi e'tirof etilgan fuqarolarga rasmiy hujjatlar topshirildi. Yer sotiga ko'plar masalan 3 barobardan to'ladi. Ular ham boshdan o'tdi, to'ladi. Mana endi qonuniy O'zbekiston qanaqa belgilaydi, shu belgilagan sotikda to'laysiz. O'ziniki bu hamma narsa shaxsiy, qonuniy. Masalan, boyag'ida u texnik kadastr edi, yuridik emas. Masalan, unda bal ko'ngling tinch emas. Xotirjam yashay olmaysan-da, o'zingni o'z erkin. Ha, endi bu hech qanday muammo yo'q. Ma'lumot uchun yerga egalik qilish huquqini e'tirof etish va xatlov jarayonlari reja grafik asosida 2028-yilning 1-yanvar sanasiga qadar davom etadi va fuqarolar kadastr.uz sayti orqali o'z mahallasi qaysi yilgi rejaga kiritilganini aniq sanasigacha bilib olishi mumkin. Xatlov qilingan yerlar egalari esa e'tirof.kadastr.uz sayti orqali xulosalarni ko'rish va salbiy natija olgan taqdirda 1 oy muddatda asosli hujjatlar bilan e'tirozlar yuborishi mumkin bo'ladi. Mirzolim Ruslanbekov, Abdulaziz Abdusamadov, Hudud informatsion dasturi uchun.